Eron Fors ko'rfazida nimagadir tayyorlanyaptimi? AQSh bazalari haqida keskin signal yangradi. Birlashgan Arab Amirliklari Eron hududiga hujum qilishga tayyorlanyaptimi? Xavfli reja oshkor bo'ldi. Ruhiy buzilish, giyohvand moddalar va PR. Sobiq matbuot kotibi Zelenskiy haqida gapirdi. Pentagon Eron uchun katta hujum ssenariylarini ishlab chiqarmoqda. Washingtondagi yopiq uchrashuv tafsilotlari. Kim Chen In armiyaga yangi buyruq berdi. Janubiy Koreya chegarasida keskinlik oshmoqda. AQShdagi xosiyatsiz shouda 2 samolyot to'qnashib ketdi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga. Siz O'zbekistonga pul yuborishga ortiqcha foizlar yoki kurs pastligidan charchadingizmi? Unda sizlarga eng zo'r kursda yuborish imkonini beradigan Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasi orqali yaqinlaringizga nafaqat dollar, balki Uzcard va Humo kartalariga ham so'm yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market hamda App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yuboring. Eron Fors ko'rfazida nimagadir tayyorlanyaptimi? AQSh bazalari haqida keskin signal yangradi. Eron va AQSh o'rtasidagi keskinlik yana xavfli bosqichga chiqmoqda. Eron qurolli kuchlari markaziy shtabi Xotam al-Anbiyo qarorgohi vakili Ibrohim Zolfarag'iy Fors ko'rfazidagi AQSh harbiy bazalari yaqin kunlarda faolsizlantirilishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Eron mintaqadagi AQSh harbiy infratuzilmasini to'g'ridan-to'g'ri nishonga olishga tayyorlanmoqda. Zolfarag'iy bayonotida ayniqsa Hormuz bo'g'ozi masalasiga urg'u berdi. Uning aytishicha, Eron dengiz kuchlari so'nggi 24 soat ichida strategik bo'g'oz orqali birorta ham kemaning erkin harakatlanishiga ruxsat bermagan va hudud to'liq nazorat ostida qolmoqda. U Fors ko'rfazida yangi tartib o'rnatilmoqda degan keskin signalni ham berdi. So'nggi haftalarda Eron Hormuz bo'g'ozini oddiy dengiz yo'lagi emas, balki katta operatsion hudud sifatida ko'ra boshlaganini e'lon qilgandi. Reuters ma'lumotlariga ko'ra, Tehron bo'g'ozi atrofidagi nazorat zonasini bir necha baravar kengaytirgan va harbiy patrullarni kuchaytirgan. Birlashgan Arab Amirliklari Eron hududiga hujum qilishga tayyorlanyaptimi? Xavfli reja oshkor bo'ldi. AQSh prezidenti ma'muriyati Baani Eronga qarashli orollardan birini egallab olishga undamoqda. Bu haqda Trump xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori martabali mulozimiga tayanib The Telegraph xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Trump atrofidagi ayrim shaxslar Birlashgan Arab Amirliklariga Lavan orolini egallashni taklif etgan. Bu tashabbus amirliklarning aprel oyi boshida mazkur orolga bergan zarbalaridan so'ng ilgari surilgan. Borib uni qo'lga kiriting. U yerda AQSh o'rniga Birlashgan Arab Amirliklarining quruqlikdagi qo'shinlari bo'ladi degan sobiq mulozim. Ushbu ma'lumot Birlashgan Arab Amirliklarining 11 haftalik mojaroga tobora chuqurroq jalb etilayotgani va Isroil bilan aloqalari kuchayib borayotgani fonida yangradi. Fevral oyi oxirida Isroil va Amerika Eronga havo zarbalari bera boshlagach, Islom Respublikasi bunga javoban ushbu davlatlarning ittifoqchisi bo'lgan Fors ko'rfazi mamlakatlarini nishonga oldi. Urush davomida Birlashgan Arab Amirliklariga 2800 dan ortiq raketa va dronlar uchirildi. Urush fonida Amerika va Isroil bilan munosabatlarni 2 baravar kuchaytirdi. Biroq bu holat uning qo'shni davlatlar, jumladan Saudiya Arabistoni bilan munosabatlari keskinlashishiga olib keldi. Urush saudiyaliklar va amirliklarni yaqinlashtirish o'rniga ular o'rtasidagi tafovutni yanada chuqurlashtirdi. May oyi boshida Saudiya Arabistoni yetakchilik qiladigan yirik neft ishlab chiqaruvchilar guruhi OPECni tark etishga qaror qildi. Ruhiy buzilish, giyohvand moddalar va PR. Sobiq matbuot kotibi Zelenskiy haqida gapirdi. Sobiq matbuot kotibi Yuliya Mendel amerikalik jurnalist Tucker Carlsonga bergan intervyusida Vladimir Zelenskiy haqida qator keskin va shov-shuvli bayonotlar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina nafaqat urush, balki chuqur ichki inqiroz yoqasiga kelib qolgan. Menimcha, Ukrainada 25 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi. Ulardan 11 millioni nafaqaxo'rlardir, dedi Mendel va mamlakatdagi demografik vaziyat halokatli tus olayotganini ta'kidladi. Men Ukraina yo'q bo'lib ketish arafasida deb hisoblayman. Bizda aql-idrokning katta oqimi va demografiya bilan bog'liq ulkan muammolar mavjud, dedi u. Bu bayonot Kiyevning rasmiy optimistik ritorikasiga mutlaqo zid bo'lib, urush ortidagi yashirin inqiroz haqida signal sifatida talqin qilinmoqda. Mendelning eng keskin ayblovlari esa to'g'ridan-to'g'ri Zelenskiyning shaxsiga qaratiladi.
Unga odamlar baribir uni hokimiyatni saqlab qolish qiziqtiradi. U tarixda buyuk qahramon bo'lib qolishni istaydi, dedi sobiq matbuot kotibi. U yana davom etdi: "Men Zelenskiyni oqilona deb hisoblamayman. O'ylashimcha, unda qandaydir ruhiy buzilishlar bor. Mendelning aytishicha, Zelenskiy ommaga ko'rinadigan obrazidan butunlay boshqa inson. Afsuski, u faqat PR, u mazmunli odam emas." Sobiq matbuot kotibi Ukraina va Rossiya atrofidagi axborot urushi haqida ham keskin gapirdi. "Biz eshitayotgan targ'ibot o'ta g'ayriinsoniy va behayo. Rossiya parchalanish arafasida ekanligi haqidagi gaplar ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya ketma-ket 4-yil parchalanmoqda degan hazilga aylandi", dedi u. Mendel shuningdek Mark Ryutening Rossiya haqida qilgan bayonotlarini savol ostiga qo'ydi. Mark Ryute bir necha hafta oldin Rossiya dahshatli ahvolda ekanini va g'alaba qozonish uchun yana 3-4 oylik urush kerakligini aytdi. U buni qayerdan oldi o'zi? Intervyudagi eng shov-shuvli iqtiboslardan biri Zelenskiyning propagandaga munosabati haqida bo'ldi. Mendelning so'zlariga ko'ra, Ukraina prezidenti bir safar "Menga Goebbels propagandasining 1000 ta gapiruvchi kallalari kerak" degan. Bu ibora urush davridagi axborot siyosati atrofida yangi bahslarni keltirib chiqardi. Mendel Zelenskiyning shaxsiy xulq-atvori haqida kutilmagan gaplarni aytdi. "Bu siz teleekranda ko'rayotgan odam emas, butunlay boshqa odam. U doim niqoblarni almashtirib turadi", dedi u. Uning ta'kidlashicha, Zelenskiy omma oldida arzon Twitter'dagi bechora yigit obrazini yaratadi. Ammo aslida u boy, bu aniq. Mendel yana Andrey Yermak va Zelenskiy haqida: "Ikkalasi ham yovuz va o'ta paranoid narsistlar, ular himoya rejimida", deb bayonot berdi. Sobiq matbuot kotibi Ukrainadagi madaniy va siyosiy bosimlar haqida ham gapirdi. Zelenskiy butun bir madaniyatni taqiqlar va bekor qilish madaniyatini yaratdi. Odamlar, artistlar, shoirlar, cherkovlar, yozuvchilar. U qandaydir tarzda Rossiya bilan bog'lashi mumkin bo'lgan hamma narsani taqiqlaydi. Bu har doim Ukrainani zaiflashtiradi, dedi Mendel. Intervyudagi eng bahsli qism esa Zelenskiyning ehtimoliy giyohvand moddalar bilan bog'liq ayblovlar bo'ldi. U 15 daqiqaga vannaxonaga ketardi va "Men sizga aytsam, u boshqa odam bo'lib chiqardi. U g'ayratli, bilasizmi? Harakatga to'la bo'lib chiqardi", dedi Mendel. U yana "Men uning turli klublarda giyohvand moddalarni iste'mol qilganini ko'rgan ko'plab odamlar bilan uchrashdim", deb qo'shimcha qildi. Shu bilan birga u Zelenskiyning giyohvand moddalar iste'mol qilganini shaxsan ko'rmaganini alohida ta'kidladi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Pentagon Eron uchun katta hujum ssenariylarini ishlab chiqmoqda. Washingtondagi yopiq uchrashuv tafsilotlari chiqdi. CNN telekanali tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Trump administratsiyasi Eron bilan bog'liq harbiy ssenariylarni jiddiy muhokama qilmoqda va Pentagon ehtimoliy zarba variantlari ustida ishlashni kuchaytirgan. Manbalarga ko'ra, Trump yaqinda o'zining golf klubida yopiq uchrashuv o'tkazgan. Unda AQSh vitse-prezidenti Vance, Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Ratsifle hamda prezidentning maxsus vakili Uitkov qatnashgan. Uchrashuvda Eron bilan muzokaralarning deyarli boshi berk ko'chaga kirib qolgani, ayniqsa Hormuz bo'g'ozidagi inqiroz global iqtisodiyotga xavf tug'dirayotgani muhokama qilingan. Shuningdek, Pentagon Trump buyruq beradigan bo'lsa, Eron hududidagi nishonlarga zarba berish uchun ehtimoliy maqsadlar ro'yxatini tayyorlab qo'yganini bildirmoqda. Ushbu ro'yxatda Eronning energetika obyektlari, neft eksporti bilan bog'liq infratuzilma, harbiy bazalar, raketa tizimlari va strategik logistika markazlari mavjud ekani aytilgan. AQSh harbiy doiralari ichida ham vaziyat yuzasidan bahslar kuchaygan. Ayrim hisobotlarda J.D. Vance Pentagon taqdim qilayotgan ma'lumotlardan xavotir bildirayotgani, ayniqsa AQSh raketa zaxiralari kamayib borayotgani haqida savollar bergani yozilgan. Kim Chen In armiyaga yangi buyruq berdi. Janubiy Koreya chegarasida keskinlik oshmoqda. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Janubiy Koreya bilan chegaradagi oldingi saf bo'linmalarni, shuningdek boshqa yirik harbiy qismlarni kuchaytirishni buyurdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. KXDR yetakchisining ta'kidlashicha, mazkur reja urushning oldini yanada puxta olishda muhim hisoblanadi. Uning bu bayonoti armiyadagi diviziya va brigada komandirlarining yig'ilishida yangragan. Kim Chen In zamonaviy urush olib borish usullaridagi o'zgarishlarni inobatga olgan holda armiyaning o'quv tizimini qayta ko'rib chiqishi va amaliy mashg'ulotlar
mashg'ulotlarni kengaytirishga chaqirgan. Shuningdek, u Pxenyan tomonidan ashaddiy dushman deb hisoblanadigan Janubiy Koreyaga nisbatan ogohlikni oshirish zarurligini ta'kidlagan. Ma'lumot uchun 1950-53 yillardagi Koreya urushi sulh kelishuvi bilan yakunlangani sababli ikki mamlakat haligacha texnik jihatdan urush holatida hisoblanadi. Janubiy Koreya shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasiga ko'ra, Shimoliy Koreya qo'shinlari mart oyidan buyon quruqlikdagi chegara yaqinidagi hududlarda istehkomlar qurish, jumladan mudofaa devorlarini tiklash ishlarini jadallashtirgan. Seuldagi Koreya Milliy birlashuv instituti katta ilmiy xodimi Hong Minning tahliliga ko'ra, Kim Chen Inning janubiy chegarani mustahkamlash haqidagi eslatmasi Pxenyan nafaqat quruqlikda, balki janub bilan tutashgan dengiz hududlarida ham harbiy ishtirokini kuchaytirishi mumkinligidan dalolat beradi. AQShdagi xosiyatsiz shouda ikki samolyot to'qnashib ketdi. AQShning Idaho shtatidagi Mount Hingham aviabazasi hududida o'tkazilgan Gunfighter Skies aviashousi vaqtida osmonda ikki qiruvchi samolyot to'qnashib ketdi. Boeing EA-18G Growler rusumidagi ikki harbiy samolyot namoyish parvozi vaqtida aviabazadan taxminan 3 kilometr shimoli-g'arbida to'qnashgan. Hodisadan keyin osmonda 4 ta parashyut ko'ringan, voqea joyidan esa qora tutun ko'tarilgan. Ko'p o'tmay tomoshabinlarga ekipaj a'zolari muvaffaqiyatli katapulta qilingani, barcha 4 uchuvchi topilgani va xavfsiz ekani ma'lum qilindi. Haunting Home aviabazasi ma'muriyati hodisa joyida qutqaruv xizmatlari ish olib borayotgani va tergov boshlanganini bildirdi. Shundan so'ng aviashou bekor qilindi. Mahalliy politsiya aholidan aviabaza tomon bormaslikni so'ragan. Nashrning yozishicha, Gunfighter Skies aviashousi so'nggi 8 yilda ilk bor o'tkazilayotgan edi. 2018-yilda bo'lib o'tgan so'nggi shou paytida Deltaplan uchuvchisi halok bo'lgan. 2025-yil noyabrda esa Dubai Air Show vaqtida Hall Tejas qiruvchi samolyoti halokatga uchrab, uchuvchi vafot etgan edi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.